G'iybat News davom etadi. Kamerangiz qarshisida Slipoy. Avvalgi videomizni yaxshigina odam ko'ribdi, ko'pchilikka ma'qul kelibdi va shu tarzda davom etamiz. Yana nima bo'ldi? Dunyoni yangi virus iskanjasiga olish arafasidami? degan savollar ko'p bor qulog'imizga chalinmoqda. Sababi hantavirus aniqlangan. Hozirda dunyo bo'yicha 23 ta davlatdan sayohatga chiqqan kruz kemasida hantavirus aniqlangan. Ulardan 7 tasi zararlangan va 3 tasi vafot etgan. Xo'sh, hozirda Atlantik okeanida langar tashlab turibdi ekan. Hech qaysi davlat o'z hududiga kirishiga yo'l qo'ymayapti. Sababi hamma qo'rqyapti. Hozirda kruzdagilar mutlaq izolyatsiyada kemani ichida yashashga majbur bo'lib qolishdi. Nima deb o'ylaysiz? Balki bu koronavirusni yangi turidir. Hantavirus asosan kemiruvchilar tishlashidan, tirnashidan yoki ularning axlatidan chiqqan hiddan tarqar ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Uylarda kalamush yoki sichqon bo'lsa ehtiyot bo'linglar. Xo'p, Jahon Sog'liqni saqlash vazirligi aytayaptiki, hantavirus dunyo bo'yicha juda ham ko'p tarqalgan, 30% holatlarda insonlarning o'lim bilan yakunlanadi va bir yilda 100 mingdan ortiq inson hantavirus ortidan vafot etadi degan ma'lumot beribdi. Lekin hantavirus insondan insonga yuqmas ekan, lekin shunaqa bo'lsa-da o'z fuqarolarini ehtiyot qilish uchun juda ham ko'plab davlatlar o'z hududiga langar tashlashiga ruxsat bermayapti ekan. Hozircha yangiliklar shu. Nima deb o'ylaysizlar sizlar? Hantavirus bizgacha yetib kelishi mumkinmi? Yoki bu yana qandaydir biologik qurol bo'lishi mumkinmi? Sababi urushlar fonida bu yaqqol ko'rinib turibdi. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Balki bu mana shu urushlar fonida yaratilayotgan biologik qurol bo'lishi mumkin. Balki shunchaki yuqtirib olingan virus bo'lishi mumkin. Balki xavflidir, balki xavfli emasdir. Sababi yodingizda bor, koronavirus ham ilk bor aniqlanganda unchalik xavf darajasini belgilay olishmagan. Bir nechta odam kasal bo'lgan, keyin esa birdaniga ko'payib ketgan. Balki agar shu ketishda bo'lsa 2027-yil yana karantin bo'lib qolishi mumkin. G'iybat Newsdan uzoqlashmang. Bizda tekshirilgan, fact checking qilingan maxsus xabarlar emas, shunchaki mish-mishlar, g'iybatlar, uzun quloq gaplar bo'ladi. Nima deysizlar? Shu rubrikamiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying, albatta obuna bo'lib qo'ying. Hozircha maqsadim bir 50 ming, 60 ming obunachi yig'ish va o'zim uchun, ya'ni ko'zim uchun operatsiyaga pul yig'ish. Umid qilamanki, bunda menga chin dildan yordam berasiz. Ko'proq like bosing. O'zbek kunuzdagilar nima deyishardi? O'zbek zabon insonlarga yetib borishi uchun ko'proq like bosing. Xayr, salomat bo'ling.